O'zbekistonda 19-mart kuni qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 19-mart chorshanba kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, harorat bundan bir kun avvalgi ko'rsatkichga nisbatan ko'tariladi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-10 daraja iliq, kunduzi esa 25-27 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi esa 25-30 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi esa 25-30 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi esa 22-27 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi esa 25-30 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi esa 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li va tog' oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 5 daraja iliq, kunduzi esa 12-17 daraja iliq bo'ladi. Prognozlarga ko'ra, haftaning birinchi yarmida quruq va juda iliq havo salqinlanib qoladi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.